Xristianlarning Rojdestvo bayramini tabriklash hukmi qandoq? G'ayrimusulmonlar dunyolik ishlar tabriklash joiz. Ammo diniy ishlar tabriklash harom. Ya'ni, masalan, sizning kafir qo'shningiz yoki kafir xizmatdoshingiz yoki kafir savog'doshingiz to'y qilsa, uni tabriklasangiz joiz. Yoki bolasi tug'ilsa, tabriklasangiz kerak yo'q. Yoki yangi uy solgan bo'lsa, tabriklasangiz joiz. Yoki xizmatda tirishchanlik ko'rsatib, qutuq qozongan bo'lsa, tabriklasangiz kerak yo'q. Lekin diniy ishlarda tabriklasangiz bo'lmaydi. Chunki ular to'g'ri dindan ezib ketgan. Masalan, Yangi yil bayrami, Rojdestvo bayrami qatorliqlarni tabriklash harom. Sizga bu diniy bayram emas deyish mumkin. Yo'q, bu diniy bayram. Bu bayramlarni tabriklayotganligingiz ularni haq deb e'tirof qilganligingizni va haq deb e'tirof qilganligingizni bildiradi.